Keyingisi tartil kitobi bo'ldi. Men umuman niyatim yo'q edi o'zi kitob chiqarish boshqalarga. Talabalarimiz sababchi bo'lgan bu tartilni chiqarishligiga. Ma'hadimiz madrasani tamomlasa, madrasadagi talabalarni qabul qiladigan bo'ldi. Oldin kim kelsa imtihondan o'tsa qabul qilinaverardi. Arab tilidan imtihon topshiradiganlar, yaxshi o'qiganlar kirishardi, xohlaganlar ingliz tilidan topshirib kirsa ham bo'lardi. Ana o'shanaqa holatda ingliz tilidan topshirib kirgan talabalar tabiiy arab tilidan hech narsa o'qimagan bo'lardi. Bu guruhga, hali arab tilidan kirgan guruhimizga jazariylarni o'qitardik. Arab tili matni, arab tili tajvidlarini o'qitardik. Bularga o'qitamiz desak, endi yo'q. O'zbekchada nima yo'q? Qo'llanma yo'q. Borib o'sha Abduqayim Hikmat degan o'sha hammamizga mashhur tajvid kitobi bor. U paytda o'shanda ham bozorda yo'q ekanda. Hech bo'lmasa shuni topib kelinglar, shundan o'tamiz desak topish olmagan. Keyin bo'pti bo'lmasam o'zim yozdirar ekanman deb hammasiga o'sha konspekt qildirardik, yozishardi. 1-2 yil o'shanday dars o'tib turdim. Qarasam hammaga kerak ekan. Har safar yozdiraveramizmi? Vaqt ketyapti. Yozdiramiz desak, vaqt ketadi. Biz amaliy o'tishimiz kerak, boshqa qilish kerak. 1 soat 20 minutda hamma narsaga ulgurish kerak. Keyin shuni undan ko'ra o'zimiz kitob qilib qo'ya qolaylik deb o'sha fikr kelib, keyin bu tartil kitobini o'sha savol-javob qilib Ahmad Ma'badning Al-Mulakhasul Mufid fi ilmi tajvid degan savol-javobli tayyor kitoblari bor. Ana o'shandan namunani olib Imom Jazariyni Muqaddimatul Jazariy sharhlaridan manbalaridan foydalanib ikkalovidan o'zimizni tilga keyin munosibroq bo'lsin deb o'sha harfi sifatlari ham o'zimizni ona tilimizdan kelib chiqqan xususiyatlardan, terminlardan kelib chiqib berilgan u joylarda. Misol uchun rohova deyiladi. Rohova asl ma'nosi o'zi yumshoq degani. Yumshoq desak tushunarsiz. Biz keyin uni sirg'aluvchi qarasak, havo yumshoq, mahrajga yumshoq tegishi sababli havoni bemalol chiqishi deb berilgan o'zi arabchasida. Qarasak, u sirg'aluvchiga tushadi. Sirg'aluvchi degan termin yo'q o'zi. Mana shunday qilib jahr degan, misol uchun jarangli, bizdagi jarangliga tushar ekan deb o'sha tomonlarini hisobga olib kelgan bu tartil kitobi keyin yuzaga keldi.